Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi metodimiz sirli quti deb ataladi. Bu qanday metod? Siz mana bu yerga stikerlarga, xohlasangiz qog'ozlarga turli xil atamalarni yozasiz va mana bu yerga qutilarni qo'yasiz. 3 xil qutini qo'yasiz. 3 xil emas, 3 ta qo'yasiz va bu yerda demak o'sha atamalarga, masalan, men atamalarim ko'makchi bo'ldi, bog'lovchi bo'ldi, yuklama bo'ldi. Bu ona tili fanidan bo'lgan atamalar, masalan, o'quvchi oladida, masalan, faqat mengina bu yuklama va yuklamani qutisiga tashlaydi. Chunki o'quvchilar aynan mana shu ko'makchi, bog'lovchi va yuklamani ozgina chalkashtirib yuborishadi. Shuning uchun ham aynan mana shu mavzuni tanladi. Agarda ichingizda tarix fani o'qituvchisi bo'lsa, siz bemalol bu yerga Amir Temur, Bobur va yana bironta podshohni qo'yasiz, xususan boyroq qilishingiz mumkin va ularga aloqador bo'lgan ma'lumotlarni yozib chiqasiz. Misol uchun deylik, u 1336-yilda tug'ilgan degan ma'lumot bo'lsa, buni Amir Temurning qutisiga tashlaydi. Umuman hamma fan o'qituvchilari buni o'zini faniga moslashtirib ishlatsa bo'ladi. Biz esa buni o'quvchilar misolida ko'rib chiqamiz. Keling Dilnoza. Ording. Va lekin ammo bu bog'lovchi. Xo'p, yaxshi. Bog'lovchini qutisiga olasiz. Keling Dilnoza. Yo, goh, mana. Bog'lovchi. To'g'ri, bog'lovchi. Fotima, keling. Axir kuda. Yuklama. To'g'ri. Keling Ravshannoy. Sira hattoki ayat yuklama. Biroq balki unga. Xato. Chunki bu bog'lovchi edi. Shunaqa xato bo'lgan paytda aziz ustozlar, buni chekkaga olib qo'yasiz va yana davom etkazasiz. Keling. Mana aziz ustozlar, bu metod ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga manfaatli bo'ldi. Darslaringizda albatta qo'llab ko'ring. Biz esa siz bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.